Salam dostlar. Ben Ahit Bakı Kadir. Çokan mesulatları sizle Aypatem'nin Kelin Tanlışı filmini görüşke tavsiye kılıdı. He, kosak toydu mu? Siz etip koysanlar tamak ne işkim? Hadi yap koymam. Dada, konuşturup koyay. Bu yak bilen yerde tanışkan kız dostum Gülcemal. Uyuyu kemigen top. Nasıl toyaklar diye düşünsün. Gel. Bu kokucu balını. Kızım, siz 20 yaşa girdiniz mi? Yok. Mana. Ne mi deyim de? Bununla ben bir narsa diyemeyim enken. Özünle qarab bir iş qılınlar. Qaraganda biz sot tükürüşlüğe oxşaymız. Hay kızım, siz de 20 yaşa kirmedisiz. Ali mektepke mi imtihan vermedisiz. Bundak durup kandak toy kılsız. Apa, men degan, ma çay içkizish murosimi o'tkazish, qiz milini deyishish, to'y murosimi o'tkazish degandek bir muncha ishlar qilib bo'lguncha, naq 20 yosh kirmanasi bor. Bundan sirt men yana yuqorgi o'rlash imtihoni berib o'tib o'qiyman. İmtihandan ötenmeye kalsınızcığım. O vaqt shu. Sizin oğlum ne? Zapas çağ da oynap kalmışsın. Ma bizim öyle kelin bab kiriş üçüncü. En aval kelin tanlaş imtihandan ötüşünüz gerek. Bunu bildiniz mi? Qani bir so'z so'rsam bo'lamdi? So'rama. Uzat qandayım da? Kelin tanlaş imtihanı. Tayyorligingiz bormi? Hey dadisi! Huy dadisi! Ha? İmtihan sualları piçetlegli. Az biz aldığımızda piçetini jırttım ben. İmtihan tayyorligingiz bitti mi? Bitti. Birinci sual. Kelin 1 minutda 6 piyalı çay koyalaydı. Kaynanası 1 minutda 10 piyalı çay içeceğilaydı. Sual. Kelin 1 minutda kaç piyalı çay koyusu buludu? 6 piyola. Hatta
deganni mushunda urib turib rag'batlantirish kerak. Ikkinchi savol. Fatimxonning kelini 22 yoshida 2 balaliq bo'libdi. Halimaning kelini 22 yoshida 100 xildan ortiq tamoq etalaydi ekan. Ozixonning kelini 22 yoshida kashtilarni kashtiyalaydi ekan. Siz nima ish qila olasiz? Bu qaysi bengi tava sual? Şu özünü özü tunuş degan panga ta'rif. Ma'qul. Üçüncü sual. Qaynanasi 40 qo'y pul bersa, qo'y go'shtining kilosi 80 qo'y bo'lsa, kelin bu pulga qancha kilo go'sht ekilishi kerak? Albatta yarim kilo. Xato. Nimishqa? Botir sizga bergan pullarning hammasini qo'shib 2 kilodan ortiq go'sht ekilishingiz kerak. Endi tarixiy savoldan birini so'ray. Bizning jamiyatda almisaqdan beri qaynoq kelinga xotir buyum sifatida bilayzik berdi. Savol. Javob. Bu bilayzikni qanday bir taraf qilasiz? Men kelinimga berman. Xato. Buning uchun siz botirning xotini berishingiz kerak. To'g'ri. İmtihan vaqti ko'chdi. Men imtihondan o'taldimmi? O'tmadingiz. Kelin bo'lish oson ekan. Yo'q. Anda qo'shchu, siz maktabingizga qaytib yaxshi o'qing. Adam bağı ko'rmaganni ko'rib baq quluq, yemaganni yeb baq quluq debdikan. To'g'ri. Apa? Dada. Ben tanıştırıp koyay. Bu yak bo'lsa Arziguladam. Bizcha to'y qilmoqchi bo'ldingiz. Shuni qadar opa. Ha? Sizlar ruxsat qilsanglar apa dada. Arzugul hedem dedim ben. Çay içkim mi geldim? O iş konuş apan benim edesim bana. Apanın degeni yesap. Dada demedi. Acha, ismingiz nima? Apa, Arsıgül. Kimni apa deyapsiz? Men sizni apa desam to'g'ri bo'lar. Sen diyen tongo kelin degan bana öysini qalalaydigan, tamaq etalaydigan, qirqat uyalaydigan, bal tug'aydigan bo'lish kerak degan tongo Arziguladamchi hamma shakti tushidi. Shunda to'g'ri deydi. Sizning kutgan yeringizni cho'qib chiqalaymi, apa? Hey Acha, siz necha yoshga kirdingiz? 45 yaş etrafında. Men bağı 45 yaşning oldini bilmayman, lekin 45 yaşning keynini bilaman. Juma Acha. Canım bolam, küle altına işe. Fatma, yürüdüm, hayatım. Rahmet. Acha, siz mening o'g'limga bola tug'dirman degan o'xshamamsiz. Yey, neredeki bal ekan? O, men allaqachon 5-6 balni tug'ib qo'ygan. Agar bali kerak bo'lsa, 2-3 balni bersam bo'ladi-ku. Bu cho'ng masala emas. Uyat. Ne bileyim, nomus qilmaydigan. Onun ustiga mening xizmatim bor, dacham bor, mashinam bor. Balangizni ansirmasangiz ham bo'ladi. Haldan o'bdan xabar olmay shundaq-ku. Keragi yo'q-ku, jonim bolam. Siz vago o'zingizni baqtirdigan bir odamni topsangiz bo'ladi ekan. Pensiyaga chiqadigan oz qolgansiz Acha. Qarang opa, muhabbatda yosh cheklimasi bo'lmaydi. Muhabbatda rosti yosh cheklimasi yo'q, lekin bizning uyda yosh cheklimasi bor. Juma Acha. Acha demang, meni qizim deb chaqiravering bo'lamdi. Qizim? Voy qo'g'am, qizim. Voy qizim Acha.
Ha, sizlar to'y qilib bo'lgandan keyin nerda turmoqchi? Qaydis bo'yicha cho'nglar bilan birga turamiz shu. Voy, hey, siz meni qayerdan santoriyasiga o'xshatib qoldingizmi? Voy, meni, voy beshim, qon besimni o'rlab ketadigan bo'ldi, voyjon. Mana qarang, qon besim degan menimi bor. Eling mani. Yaxshi qolsiz. Hey bolam, mening yurak kesim qo'zg'alib qolgan bo'ldi. Voy, apa, mana ish boqamsiz. Motor, jiddiy qutquzish mashinasini chaqiraylik. Jiddiy qutqizmasini chaqiraylik. Ashta qilaylik. Yo'q, senchi ishtik bo'l. Soqchini chaqir, soqchini. Majinni ko'zimda yo'qotsin. Soqchi mashinasi qilsam aytsin. Soqchi nim qilamiz. Mening taxi boqadigan 5 balam bor. Bo'ldi. Mening sizga kelin bo'lg'im yo'q. Soqchining asla keragi yo'q. Qo'sh. Yo'qol. Ey, sen mushishni qilamsan? Yaxshiroq kelin chiqib qoladi deb turibman. O'tgan zamondagi kelinni aytgansan. O'tgan zamon. Juvayni. Meni jinimni chiqarayotgan-ku. Jinim bolam, endi hargiz bunday qishni qilmoqchimi? Opa.